Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün Harun Reşit'ninki tarih hakkında toxtalyapmiz şundaqla. Harun Reşit'ninki küllərdə şu zamanında yüz bergen muhim hadislardan 175-yili Abdullah ibn Mus'ab az-Zubayri, yani Zubayr ibn Avvam'ninki cemaatinden bulundu bu zat. Yahya ibn Abdullah ibn Hasan al-Alaviga, yani Ali raziyallahu anhu'nunki cemaatinden bo'lgan bu kishiga tuhmat qildi. Bu tuhmatda Harun Reşit'ga qarshi birga isyon ko'tarishni talab qildi degan tuhmatda. Shuning bilan Yahya Alavi degan bu kishi Harun Reşit'ninki huzurida qo'lini qo'lga girishtirib shu holatda buningdan mubahil talab qildi. Mubahil degan qasam qilish orqali shu Allohning la'natini o'ziga talab qilish. Shu ishning agar shu qilmagan bo'lsa. Shundan bu odam undaq dedi, unda bo'lsa kel de tuvandi gap deysa. Ey Allah, sen haqiqatan bilsang deydi. Yahya meni Harun Reşit'ga, yani mu'minlarning amiriga qarshi chiqarishga meni da'vat qilmaganligini sen bilsang, men chaqamidi deb bilsang, undaqda meni o'zimga topshirgin, o'zimning kuchiga qo'yib bergin. Meni o'zingning huzuringdan, nazdingdan biz azob bilan azoblig'in. Amin, Robbil alamin deb mush gapni deysa, deb Harun Reşit'ning oldida bu qasamga zo'labdi-da Yahya. Endi bu Abdullah Zubayri bu so'zi gangirab qopdi-da. Oduq gangirab qilib, bu gapni debdi. Amal yo'q, endi yonolmay. Endi Yahya shu gapning o'zini debdi. Ikkisi bu odamda bir-biriga o'ziga azob tilayotdi. Ava men mushtaq qilmadim deydi, bu men mushtaq qilgan bo'lsa, men shu azob bo'lsin deydi. Shu shaklda shu gapni deyishib o'rnidan qo'pab ketdi. Zubayri shu kunning o'zi o'lib ketgan deydi. Endi bu kishi Harun Reşit'ninki oldida bo'lgan ekan, gapdan yonolmagan bo'lishi mumkin. Undaqda o'zining duosi o'zining ziyniga ijobat qilingan bo'ldi. Bundan bir avval bizningki jutlardan bir qatim bo'lgan ekan. Shu jutumizda shu Buloq suv deymiz, hamda Qashqarninki 40 kilometr g'arbida joylashgan bir jut. Shu yerda bir Bavnajim Ziyavnajim deyilgan bir oqquqli bo'lib, bu Bavnajim degan bek cho'ng boy ekanda shu zamonlarda Gomindan davrlarida. Eskilisi shu paytlarda haj qilib kelgan oti bor ekan. Bu Bavnajimniki mush Qashqa, hatto mush Oqsuv taraflardan tortib shu davrda nurg'un zimillari, shu Koni Shadir To'qzoqniki jiq yerlari shu odamniki qo'ldagi zimillar. Bir Buloq suvniki Yakshanbozorda binoat cho'ng bir bozor bo'lib, Koni bozori shu Shingsay Gomindan davrlarida ayni vaqtda tortib Koni. Shu bozor bir yerda talishib, shu yerning bir kichik bir biy bilan bu mening deb ikkisi shu yerda ta'rat edishib, unda qasam qilishlar deb ikkisi ta'rat olishga qasam qilishga jidallashib putishdi ekan. Shu jutning shu vaqtda katta o'limolari, boy beglari hammasi bor o'rinda. Shunda bu Bavnajim degan shu boy teshig'i chiqib, ta'rat olgan cho'ginni ko'tarib chiqib, bolasiga debdi. Va sen meni mishadim be, bu bo'pti, bangsa dada deb echketsang bo'lmamdi. Amalsiz qildim-da bu qasamni deb xalqning oldida. Qasam qildi-ki, shu yamining deb 3 kundan keyin o'ylab ketgan. Bu shunga o'xshaydigan voqeaki, shuni qistirib qo'ydim. Endi o'g'li shu Ziyavnajim deganda hamda shu Gonsandan egallagandan keyin, shu Gonsandan kelgandan keyin bu odamni Qashqarda 5 odamni otgan, cho'ng pomchik deb. Shu 5 itilgan odamniki qatorida birsi o'g'li keyin Gonsandan o'ttirib o'tgan, pomchik deb. Endi 176-yil bo'lgan vaqtida Shahzoda Abdurrahman ibn Abdulmalik Abbasi degan zatning qo'lida, bu Abbasiylarniki bir kichik bir amirlarning biri, Dabsa shahri fath qilingan. Dabsa shahri hozirgi Suriyaniki Idlibda. 179-yil bo'lgan vaqtda Harun Reşit Ramazon mezgilida umr qilib, shu ihramdan tushmay, ihramdan yeshilmay ta mush haj qilgan qadar tug'anda, taxminan 70 kun. 70 kun 80 kun atrofida bir ihrom bilan turdi. Yomon ters. Bu ihrom bilan yashamoq.
ta şu Mekke'den Erpat'qa minib piyoda haj qilgan deydi. 180 yil bo'lgan vaqtida ig'ir yatavrash ulab, shu yatavrashda İskenderiyaniki bu munora uchib ketgan. Bu munora İskenderiyada miladidan 270 yil burun silingan munada. Tarixdagi eng egiz, eng qadimiy munora hisoblanadi bu. Ayni vaqt davrda shu Misrliklar, balkim shu Rimliklarniki ta'sirida sog'an bo'lishi mumkin. Bu munora hamda Harun Rashidning davrida bir vayron bo'lib chiqilib, keyingi davrda Mamluklar davrida bir chiqilgan. Chiqilgan vaqtida keyingi Qaytabay degan Misrniki bir Mamluki podshohi buningda o'ziniki qasrlarini sog'an, bu munoniki toshlarda. Hamda hozirgi ma'vo Misrdagi İskenderiya munari shu munani eslab silingan muna. Hozirgi bu muna hamda 1477-yil milodiya shu davrda silingan. Aslidagi konu munani eslab xotir sifatida yangidan Ashraf Qaytabay degan mamluklarning podshohi sog'an. 181-yil bo'lgan vaqtida Sap qo'rg'inni majburiy holatda fath qilgan Harun Rashid. Buni o'zi bevosita qatnashgan. Bu Sap qo'rg'ini bo'lsa, hozir shu Idlibga yaqin Turkiya bilan Idlibniki orasidagi Anadolu rayoniga to'g'ri kelgan Rimniki qo'rg'onlaridan biri. 183-yil bo'lgan vaqtida Xazarlar hamda Armeniyaga hujum qilgan. Bu Xizrlar bo'lsa, bu Turkiya millatlardan bo'ladi. Bu shu Volga daryosi bo'ylarida yashagan. Ulamolar Xizrlarniki asli haqida xilma-xil qarashda bo'lgan. Masalan, bular shu qor Uyg'ur yoki oq Uyg'ur naslidan yoki Otillar naslidan deb Uyg'urlarga bog'lagan bularni. Bir qismlar bularni O'llarga bog'lagan. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bular Turkiya millatlardan bo'ladi, Turk qavmidan. Xizrlar shu nimada, shu Qipchoq cho'lligida, ondan Volga daryo bo'ylarida, Sharqiy Yevropa taraflarida bu nurg'un davlatlarni qurgan. Hozirgi shu Armeniya, Georgiya mush taraflarda. Keyingi mezgilda bular asli butparastlikdan yenib, bular Yahudi dinini qabul qilgan. Hozirgi Isroiliyadagi Yahudiylarniki irqining ko'p qismi 90% ga yaqin taxminan bular shu Xizr turklardan. Bular nasab jihatda turklar tutishadi, lekin din e'tiqod jihatda Yahudiylar Yahudi dinini e'tiqod qiladi. Bular musulmonlarga ig'ir azoblarni keltirgan. Hatto 100 mingdan ortiq odamni shu musulmonlardan qon to'kib asra olgan. Musulmonlarga islomga bundan burun bundaq bir ig'ir talofatniki bo'lib baqqanligini anglab baqmagan deydi. Naqpurning Harun Rashidga yozgan xati va Harun Rashidniki buning qarta raddiyasi. 187-yil bo'lgan vaqtida Harun Rashidga Rim podshosi Naqpurdan xat keldi. Bu xatda musulmonlar bilan ayni vaqtidagi Rim xonishi Riyannaning orasida bo'lgan tuzilgan to'xtamni buzganlik haqidagi xatga. Naqpur shu vaqtdagi hamda podsholarniki nom bo'ladi, bu hurmat nomi shu vaqtida. Xatning shakli mundaq: Rim podshosi Naqpurdan Arab podshohi Harun Rashidga xulosa kalam: burunqi xonish seni bir ruhning o'rniga qo'yib ekan deydi. Ruh degan ma'vo shahmatdagi tojliq urug'. Shu tik mangdigan. Uda siziq qo'ylab mangdiganda, ne xolis manglaydigan. O'zini bo'lsa bir Beyzaqning o'rniga qo'yib ekan deydi. Beyzaqmi shu nimidagi shahmatdagi bir urug'. O shahmatdagi odatdagi ko'p ta'siri yo'q, oddiy urug' ham bu. Shuning bilan bu xonish ayni vaqtida sana nurg'un mol dunyoni avatibdi. Bu ayollarning ojizligi, ahmoqligidan. Sen mening mush xatimni o'qigan zaman burun ilavagan bütün mal dünyani devleti qaytdı. Bo'lmasa aramızda qilich o'z hukm qilsin degan xatimda. Bu orqali to'xtamni buzyapti demdi Rim imperiyasi. Harun Rashid kitobni xatni shunda o'qigandan keyin dahshat ochiq kelib dedi. Bu odamning o'ziga bir odam qarab bir tikilib gap qilishgan petinamidi. Hatto qo'rqinchi endish tufaylidan atrofda kishilar taraf ketdi o'rdadagilar. Hatta vezirge qandaq məsləhət berişmi
təs tuyuldu bir yerdə. Gep qılanmadı da. Şunla Harun Reşit xat yazdıgan qaləm ekranlar dep çaqırıb şu baş qağaz ekenme evetligen xatninki keyni qılam tövendiki xatni yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'minler emiri Harun Reşit'in Rim'nin işti Nakpur'a. O kapırının balısı xatini okudum. Cevabımni kögün. Anımıgın. Sen nak kög cevabımni degen xat. Derhal şu günü dedi. Harun Reşit atlanıp malıda. Hatta Herakli şehriga tushdi. Endi Herakli şehri to'g'riliq nurg'un gaplar. Mesela şu vaqtda Herakli damila atalgan şehirlarni aytib ko'p. Hozir mesela Iskandariya tarafdami bor. Mesela Konstantiniyani deydi. Asasen bu Rimninki şehirlar şu davrda. Şunun bilan bu g'azat hamda ajoyib ochiq bir aniq bir fatih bo'lgan deydi. Ko'p odam qatnashgan. Şolar Nakfur Rim padişahı to'xtam tuzishni talab qilib oldi-da. Her yili men xiraj topshiray deb turib oldi. Ma'qul deb Harun Reşit buni qo'shildi. Endi Harun Reşit Riqqaga qaytib kelgan ekan askarlarini yondirib. Bu Nakfurga ishit, ya'ni bu va'dini buzib tashladi dedi. Chunki Harun Reşit so'qoqda qaytib kelishni yoqtirmaydi, xohlamaydi degan kallarda. So'qoqda kelib yurmaydi deb. Harun Reşit'e bu to'xtamni buzganligini hech kim jur'at qilolmadi, yetkazolmadi jur'at qilib. Belki Abdullah ibn Yusuf Taymi degan adam shir orqali yetkazib berdi. Sen va'da bergan Nakfur to'xtamni buzdi. Mana bu halokat uning atrofida cho'gilib yuryotdi. Ey Emirul Mu'minin xotirjam bo'ling. Bu sizga kelgan bir g'animat, manfaat. Bu Alloh taolo sizga beryotdi deb bu orqali yana Harun Reşit'e yetkazyoti'da. Hatta Abul Atahiya degan shoirimiz bu nurg'un beytlarni o'qigan. Harun Reşit'e şu beytlarini şu yerda to'qib bergan, deb berganda, shunlar Harun Reşit ashta qiptimi deb derhal deydi. Keyni qaytgan. Ammo ajoyib ig'ir mushaqqatda. Hatta onun şu o'ylisiga berib, yana şu yutuq berib, uloqlarini şu yerda cho'koldirib, maqsadiga yetmay turib, cihatni qilmay turib, bu adam yonmadi deydi. Bu vaqtda Abul Atahiyaning tövendiki she'rini o'qiyli deydi. Herakla shari xarob bo'ldi deydi. Haqiqat to'g'riga muvaffaq bo'lgan podshoh tarafidan. Harun arzu ümitler bilan yangraydi deydi. O'tkir qilichlar bilan chaqnaydi. Bayroqlar g'albi bilan lapildaydi dedi. Xuddi bulut partisdek ma'du dedi. Avval qo'shinning bayroq ko'tarib mang'oltini nisbatlatdi-da. 189-yil bo'lgan vaqtida Rimliklar bilan fidya orqali musulmonlarni qutqizish to'xtami bo'lib, birmi musulmon asirda qolmagan, hammasini qutuldirib chiqargan. 190-yil bo'lgan vaqtida Herakli shahri fath qilindi. Askarlarni Rim zaminiga avatdi dedi. Sharahil ibn Ma'in ibn Zaida Saqoliba qo'rg'inni fath qildi. Saqoliba qavmi shu hozirgi ruslar, ukrainlar, mushular shu qavmi kirdi deyildi tarixda. Bu balki shu hozirgi Georgiya tarafidagi qo'rg'onlar bo'lishi mumkin hamda. Yazid ibn Muhallad Malqoniya qo'rg'inni fath qildi shu davrda. Malqoniya hozirgi Anadolu'da, Turkiyaniki, Konyaga yaqin ülkeler şu devirde. Hamid ibn Ma'yus degan kishi Qubrusga berib va da şu 16.000 esir ilib şu vaqtida kafirlardan shaharlarni ko'ydirib, buzib qaytib kelgan dedi. Endi Harun Reşit'ninki kesel bo'lib qilishi, kesili, bu odamning parasti, zakilik haqida 192-yil bo'lgan vaqtida Harun Reşit Xurosonga yuzlandi. Muhammed ibn Sabbah Tabari shunaq bayon qildi. Chunki bu odamning dadisi Harun Reşitni Nahravonga uzatgan ekan. Nahravon hozirgi shu Nahravongacha uzib borgan ekanda. Bu bugungi Iroqda, endi Xuroson mang'iga yo'llar bo'lishi mumkin. Shu yo'lda ikkisi gaplashib, minib
Ahırda şu dasığı yakıp berip hamda mundaq depken Sabbah. Bundan keyin sen meni ko'rolmasliging mumkin. Şoňla men dedim ki sizni Allah sağ salamet qaytırıp ekep bersin desem mundaq dedi. Sen meni es qilganimni sen bilmäwatsan-da. Depde dedim men yo'q, azbiray xuda desem kegin men sana ko'rsatib qo'yay deb yo'lning bir chetiga o'tib atrofdagi o'zining xos odamlarga ishorat qildi, hammalar nerketdi. Anda mundaq dedi, bu Allah'ın amaneti Sabbah. Bu sirimni yo'shug'i deb qo'sqini shunday ko'tarib qo'saqni ochdi-da. Buni bir jipak raqda bog'lab olgan ekan. Men qo'saqdiki, mana bu kasalni men hamma kishilarga yo'shiryapman. Mening bolalarimning hammasi meni ko'zitib turyapti. Raqib Ma'munniki bu xushal. Hamda bu raqib degani shu Harun Rashidniki bolasi Aminniki yaqin odamlar bo'ladi hamda. Hamda uchinchisini unutib qoldim, ulardan hech kim yo'q. Lekin hammasi bolalarimning hammasi mening oxirgi kunimni sanab o'tiryapti. Mening bu ko'rgan kunlarimni bular uzoq ko'ryapti dedi. Agar sen buni bilmoqchi bo'lsang, qarab tur. Men hozir bir qechirdim birini to'lay hozir qechiraklanglar deb. Qaylabda urug' qechirdim deb gapirdi-jima. Bu orqali mening kesilim texmi shu ovsin deb. Anda qechiraklanglar deb sinab hamda bolalarga degan ekan, bolalar emas hamda atrofdagi shu bolalarga mas'ul yaqinlarga, yoranlari. Xo'sh deydigan polaqchilar demdik. Degandek shu urug' qechirdim deb gapiribdilar sifatligandek. Anda man qarda dedi Sabbah degan adam. Anda shu qechirg'im menib, meni uzitib qo'yib shu Jorjanga ketdi. Shu vaqtida 93-yilda shu Jorjandan to'st qarabmadi. Kasal oldi demdi. Shu to'stda yashab, oxiri shu to'stda o'lib ketgan. To'st hozirgi Ironniki Nishapur shahrida Imom G'azzoliniki Jutda. Harun Rashid mana shu yerda o'lib ketgan. Harun Rashidning qabrisi To'stda, Ironda. Bugungi darsimiz musharakchi bo'lsin. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.